Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Qoramol fiksatsiya stanogimiz tayyor bo'ldi. Hozirda biz sizlarga shuni ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz. Hayvonimizni stanogimizga olib kirib oldik. Endi bunda fiksatsiya jarayonlarini amalga oshiramiz. Hayvonning ortiqcha harakatlarini oldini olish uchun ko'krak va qorin qismlaridan ko'tarib olamiz. Maxsus reduktorimiz, reduktor bizga shu ko'tarish vazifasini bajarib beradi. Maxsus tormozi bo'ladi. Shu tormozni tashlab qo'ysak, orqasiga qaytib ketmaydi. Qoramolni orqa oyog'ida davolash ishlarini olib bormoqchi bo'lsak, orqa oyog'ini maxsus qismga tortib olamiz. Molimizni fiksatsiya jarayonlarini amalga oshirib oldik. Endi oldingi oyoqda amaliyot bajarish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Oldingi oyoqda joylashtirib oldik. Endi bunda bemalol shu tuyoq amaliyotlarini bajarishimiz mumkin. Bu stanogimizda faqat tuyoq kesish uchun mo'ljallanmagan, har qanday amaliyotni bajarsa bo'ladi. Bu stanok hayvonni harakatsiz qilib beradi. Ba'zi jarayonlarda sigirlarda o'zi tug'ilmaslik holatlari bo'lib qoladi. Shunda keserva amaliyoti bilan bola chiqarib olinadi. O'sha holatlarga ham yaxshi qulay hisoblanadi. Hayvonga modda almashishni yaxshilash va ishtahasini ochish maqsadida maxsus ukolimizda inyeksiya qilamiz. Kimga shunday veterinariya xizmati yoki tuyoq kesish, keserva amaliyotlari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.